Motocross kanali obunachilar hozirgi kunga suv tekin narxda sifati zo'r bo'lgan avtomat va poplovkalik nasoslarni narx-navolar bilan tanishib o'tamiz. Videomiz yoqsa, ya'ni layk bostirib boshlaymiz. Hozirgi kunda kun sovuq bo'lyapti. Ko'pchilikning xonadonida, ya'ni davleni pasayib ketish, suv kelmaslik holatlari bo'ladi. Bunda sizlar, ya'ni avtomatik nasoslar ish beradi. Sifati zo'r bo'lgan, ya'ni avtomatik nasoslarni ko'rsatamiz. Hozir ko'rsatganimiz, ya'ni Bizon brendiga tegishli avtomat nasosimiz. Bu ya'ni o'zi kranni ochganingizda o'zi yonadi, ya'ni kranni o'chganingizda o'zi avtomatik o'chadi. 370 talik bo'ladi. Bu degani ya'ni ikkitadan 5 tochkagacha bemalol yetkazib beradi. Suvingizga juda ham sifati zo'r chiqadi, narxlari arzon chiqadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 600 ming so'm chiqadi. Xohlaganlar uchun Mon brendiga tegishlisi bor. Bularning obmotkasi 100% medni, original bo'ladi. Mana uyib ham yozilgan. Bu nima uchun deyapmiz? Ya'ni bu Suxoy reliligi bo'ladi. Suxoy reliligi nima deganingizga, ya'ni bularda Suxoy reli bo'lmaydi. Oddiylarda ya'ni suv glavnida ham suv o'chib qolsa, bular ishlab turadi. Bular ya'ni avtomatik shu suvni ko'rmasa, o'zini o'zi o'chiradi. Ya'ni hech qanaqa siz nasosdan kuyib qolmaysiz. Ya'ni avtomatik o'zi o'chib, o'zi yonadi. Bu 250 taligi bo'ladi, ya'ni ikkitadan 3 ta tochkagacha mo'ljallangan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 650 ming so'm chiqadi bor yo'g'i. Bemalol 2 ta 3 ta tochkangizni bemalol ta'minlab beradi. Ya'ni Suxoy religi, ya'ni avtomatik bo'ladi. Filtrlari ham juda ham moshina ishlangan, ichkarida ham filtrlari bor. Original, ya'ni qoplamasi bor. Sifati zo'r nasoslardan biri, 100% mis armotkalik bo'ladi, ya'ni garantiyalari 1 yilgacha kafolat beriladi. Endi xuddi o'shani kattarog'iga o'tamiz, ya'ni 750 taligiga o'tamiz. 750 vattligi 10 ta tochkagacha yetadi. Davleniyalari juda ham moshina bo'ladi. Bu ham Suxoy relilik bo'ladi. Mis obmotkalik. Buni narxini o'zi 1 million 200 ming so'mgacha sotishayotgandi. Hozirgi kunga narxini suv tekin narxga tushirganmiz. 880 ming so'mga original bo'lgan eng katta bahaybati 750 talik avtomat nasoslar, ya'ni Suxoy reliligini beryapti. Xohlaganlar uchun Suxoy reli masi deganlar uchun qimmat brendlar so'ragan uchun RH firmasiga bor. 550 talik, ya'ni 750 talik. Bular original nasos bo'ladi. RH brendini hamma bilganlar o'zi bilishadi, yozishadi, ishlatganlar ham bor. Kattakon bir domlargacha ta'minlab beryapti. Ya'ni 750 taligi 15 ta tochkagacha ham ta'minlab beryapti. 550 taligi 10 ta tochkagacha ham ta'minlab beryapti. Original nasoslarimiz. Buning narxi 950 ming so'm, ya'ni 1 million 200 ming so'mgacha qilib beryapmiz narxlari. Xohlaganlar uchun juda ham menga dovush umuman chiqmasin, juda ham sifati zo'r nasos kerak deganlar uchun magnitli, ya'ni nasos olib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, o'zi o'yinchoqqa o'xshaydi, to'rt burchak. Sifati juda ham yaxshi, magnitli. Buni senzorlari mana yerdan bemalol regirovkasini boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni qulayliklari hech qanaqa ovozni sizni bezovta qilmaydi bu. Magnitli, ya'ni umuman obmotka bo'lmaydi. 10 yil garantiya, ya'ni nasossiz hech qachon kuymaydi degani. Xuddi kompyuterda boshqariladi, ya'ni sizni kranni ochganingizdan chirillab ovoz chiqarmaydi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 5 tadan 6 ta tochkagacha bo'ladigani bor. Ya'ni narxi 1 million 550 ming. Xohlaganlar uchun 10 ta tochkaga bo'ladigani bor. Narxi 1 million 800 ming so'm qo'yiladi. Ko'pchilik xonadonlarga katyonlarga sirkulyatsiyon nasos qo'yishadi. Sirkulyatsiyon nasoslarimiz ham bor. Buni turlari bor. Xohlaganlar uchun 320 talik, ya'ni 6 talik, ya'ni 2 etajlik, 8 metrligi, 10 metrligi har xil turi bor. 280 mingdan boshlab eng qimmati 450 ming so'mgacha tugaydi. Masalan, boshqa joylarda 400 ming so'm sotgan, ya'ni sirkulyatsiyon nasoslarni bizning do'konimizda 280 ming so'mga bor yo'g'i xarid qilishingiz mumkin. Endi ko'pchilikka ma'lum qovun nasosi deyiladi, kimdir qaysirida cho'chqa nasosi deyiladi. Bu nasoslarimiz ham bor. 1 kilovatligi bor, ya'ni mis obmotkalik, juda ham vakuumli tortib beradigan kachalkalarga mo'lasangiz bo'ladi. Buning narxini 1,5 million sotishayotganda, biz buni narxini 850 ming so'm 1 kilovatlik original narxini tushirib qo'ydik. Xohlaganlar uchun Ases brendiga tegishlisi bor. Buni Ases brendiga tegishlisini, ya'ni narxini 700 ming so'mga tushirib qo'ydik. Juda ham suv tekin narxda, arzon, sifati zo'r bo'lgan, ya'ni qovun, cho'chqa nasoslarimiz ham bor. Endi hammaga ma'lum, ko'pchilik so'rashi mumkin, ariqni ichiga tashlanadigan nasoslaringiz yo'qmi deganlar uchun, ariqni ichiga tashlanadigan suv tekin narxda nasosimiz bor. Bitta hovlini bemalol gullab yashiratadigan nasosimiz.
600 ming so'm bu nasosimizni sotishayotgandi. Buni narxini 290 ming so'm qilib qo'ydik. Ishoningizlar, bunaqa narx hech qayerda yo'q. 290 ming so'mga siz poplovkalik nasos olasiz. Ya'ni bu 5 poplovkaligi deyiladi. Xohlaganlar uchun mana bunaqa poplovkasi borini ham narxini suv tekin narxga tushirdik. Aytishingizlar mumkin, bu nasoslar 650 ming so'm sotilgan. Lekin bizning do'konimizga kelib 295 ming so'mga poplovkasi borini ham olib ketishingiz mumkin. Faqatgina bunaqa narxlar bilasizlar, mototolslarda bo'ladi. Xohlaganlar uchun katta nasoslarimiz ham bor. Bahaybat nasoslarimiz 100 lik kanalga tashlanadigan, ya'ni 150 lik tashlanadigan, 100 lik kanalga tashlanadigan nasoslarimizni 1,5 million sotishayotgandi. Biz buni narxini ishoningizlar 980 ming so'm qilib beryapmiz. 100 lik nasoslarimiz har xili bor. Xohlaganlar uchun batareykalik nasos olib kelib qo'yganmiz. Masalan, kimdirda to'kida muammo bor. Mana to'kida muammo bo'lsa, shunda birgina batareykalik nasos olib kelib qo'yganmiz. Bunga qanday ishlatadi? Hozir men sizlarga ko'rsataman. Xonadoningizda shurpovort bor. Masalan, shurpovort bor. Любой shurpovortingizni olasiz. Mana shurpovortni batareykasini olasiz va nasosga suqasiz. Mana nasos ishlayapti mana. Nasos bemalol ishlayapti. Bosyapsiz, nasos ishlab ketyapti. O'chirib qo'yapti. Mana qimirlayotgandan bilishim mumkin. Xohlagan joyingizga olib borib, bir dona batareyka bilan nasosni 1 soatiga 5 tonna, 6 tonna suv haydasangiz bo'ladi. Bunaqasi bo'lmagan. Ishoningizlar, hammaga qiziq bo'lishi mumkin. Buni narxini hech bilmaganingiz. Buni narxini aytaman, chindan ham odamlarning tomi ketib qoladi. Bu narxini. Nasosimizning narxi bor yo'g'i 260 ming so'mga batareykada ishlaydigan nasos olib ketishdi. To'g'risini aytsam, bunaqasi bo'lmagan. Men bu darajada nasoslarning narxini tushiraman deb o'ylamovdim ham. Moddasi mislik batareykada ishlaydigan nasosning narxini suv tekin narxida tushiryapti. Agar xohlaganlar uchun masalan огород sug'orishga bizga batareykalik nasoslar yoki to'klik benzinlik nasoslar kerak deganlarga 100 lik bizda 80 lik, 50 lik bahaybat 150 gacha nasoslarimiz bor. Bu yerda to'klik nasoslarimiz ham bor. Ya'ni 3 fazalik so'raganlarga, 220 lik so'raganlarga, ya'ni quduqqa tashlab yer tagidan artizan chiqaraman deganlarga bemalol nasoslarni arzon narxlarda topishingiz mumkin. Ko'pchilikda qiziq bo'ladi. Sizlarning manzillaringiz qayerda deganlar uchun, ya'ni videoni oxirigacha ko'rsangiz, manzil va telefon raqamlarini ham ko'rsatib. Manzilimizni so'raganlarga ko'pchilik Toshkent shahrida joylashgan. Sobir Akimov metro, ya'ni Do'mroboddan Sobir Akimov metrodan chiqqaningizda Do'mrobod bozori ko'rinadi. 4 etажkalik stroy material. Ya'ni shuni ro'parasida ham, ya'ni 4 etажkalik Zenit savdo majmuamiz bor. Mototols do'konimiz, ya'ni telefon raqamlarimiz 99 576 37 37 va 95 816 94 94 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor.